Yuli Sadasi.电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆博格拉商贸有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司联合制作的，由新疆纳热提乳业有限责任公司独家冠名的大型电视网络文艺节目第8季《纳热提丝绸之路之声》。 Salam ekran oldidagi qadimli ko'rurmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish chekli shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo chekli shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqitish chekli shirkati birlashib ishlagan. Xinjiang Narat sutchilik chekli mas'uliyat shirkati xos tajdorligini olgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 8-qaror Narat Yipak Yo'li sadasi programmasi. Ben riyasetçi Umutvar Mahmut. Ben riyasetçi Zilola Mehmet. 8-qaror Narat Yipak Yo'li sadasi programmasining o'ngishli suratga ilinishini umid qilib, xos tajdorligini o'z ustiga olgan Xinjiang Narat sutchilik chekli mas'uliyat shirkatiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Narat, her ailege söygü tarat. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı bolğan Mayırın nömrü 2382. Hay dostlar, yaxşımı? Ben 8-qaror Yipak Yo'li sadasının Mayırı, bu Meryem Əmtimi bolaman. Bak ya, kota majini. 你才叫我牵挂，我的心里没有他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他，我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，我的眼睛为了你看，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。自从那日送走你回来的那一天，不是我把自己喊自己骂句坏话，当时没有把你留下，对着你把心来挖，让你看上一个明白，我的心里没有他，我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，我的眼睛为了你看，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。嘿，鼓掌来！从那日送走你回来的那一天，
我说我把自己恨自己嘛，只怪我当时没有把你留下，对着你把心泪挖，让你看上一个明白，我的心里没有他，我的心里只有你没有他，你要相信我的情意并不假，我的眼睛为了你看，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。我的眼睛为了你看，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。 Birinci dereceli mukofotga erishgan Mahir Şinjan Nara Sütçilik Cheklik Mas'uliyet Şirkati ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. İsmim bu Meryem. Qashqa Yangisha 4-o'rta maktabining o'qituvchisi. Rahmat. Nima o'qituvchisi? Muzik ma'lumi. Tantarbiya. Tarbiyani berib qo'ymadi. Ko'nglimdagi gapni desam, u qizga yo'rildim kamidi, bu qizga yo'rildim kamidi desam, asli u rishtalar sizga bog'lanib turibdi ekan to'q. Rahmat. Keling bo'ldi, keling bajan, siz naqshini bek to'g'ri tanlabsiz. Ham ijroni bek yaxshi o'rindadasiz. Rahmat. Bu qizal səni chiqqan vaqt gap qilamazmikan desam, gap qilsa. Ufkam, men xeyli bo'lgan ilqi naytib oldidagi bir ishki jumlani anglabla o'rilgan ahvol naytdi az, lekin men sizniki ash 5 yilki bir ishki jumladan men his qildim sizniki hissiyotni-da. Siz mushu naqshiniki hissiyotini to'liq joriy qildirib berdingiz naytdi ozodlik bilan. Buningga kuchdan sirt, ya'ni tajriba saboqmi ketadi, uning ustiga qizg'inlikmi ketadi. Shu qizg'inligingiz naq men ehtiyojli narsa. Hamda sizda qo'rqmas bir iroda bor ekan. Shuni qo'rqmay meni tanlab biring bo'ldi. Tallang, Adila adınızı tallang. Bu Adila'nı toşkuzu etsem şuna ben kaytım evim. Aslında bana kildiğanlar baştılan bana kildiğan iroda qilib keldikan. Ya sanımız yaxşı. Ömer kamga yordam qilib talışıp beray. Yo'q, unda mı qilma. Unda qilsang bo'lmaydi. Mosh singlimimiz o'zi nimani xohlas shu. Tanlaymi desang, ma singlimimiz ham ko'ngli pukkini bor-ku. Bekor xijil qilmaymiz. Sizni mi yaxshi ko'rmayapman? Mana. To'g'ri, rahmat singlim. Rahmat. Menmi tantarbiya ma'lumi. Mushu oldi bilan mening opam, dadamga, qiynopam, qiyintamga, anadagin yo'ldoshimga Ha, yaxshi. rahmat aytaman. Bak qo'llaydi meni. Burundan tortib shunday qo'llaydi dadam, naqshi aytolmaydi, lekin Ipak yo'li sadosining bir qismini kam qo'ymay ko'rib bo'ldi. Yaxshi dadingiz uchun javob. Hammalarni taniydi. Bak hurmati bor. Bu san'atga shunchalik amroq. Shularga rahmat, anadagi mening do'stlarimga, xizmatdoshlarimga, anadagi o'maq o'quvchilarim cho'qim meni ko'ryapti deb o'ylayman. Bek amroq menga, men bek amroq o'quvchilarimga. Shunlashqa Narat Adaş, kaç çoğunlar yoxlab gəlmişdim. Nima yapasam bular? Yadaş, mən Naratni hesab üstüdə ağaç bulmamdıq. Çoğunlar işçiyə şunda qolaylık. Ha, naratma bu. Hey, acaba yaxşımışın yapasam burada biraz. Ay. Narat Adila gruppasini tanlayman, rahmat. İpek yolu sadası, sürgünü yok şiirası, kuş havasla seyrası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası. Salam ustozlar, salam ko'rurmanlar. Narat Adila Sidiq ustoz gruppasining Mahir soni to'shdi. Vaqtincha Mahir tanlayolmaysiz. Boshqa ustoz gruppasining Mahir soni to'shgandan keyin peki boshlandi. Musobaqamiz davomlasin. Marhamat. Narat Adila Sidiq ustoz gruppasidagi mahirlarning soni to'shdi. Tanlangan mahirlar Recep Nurmehmet, Munira Muniyaz, Abdusadamcan Kadir, Kevser Yasin, Örkeş Ahmetcan, Dilyar Yusuf, Sübi,
sadası, İpek yolu sadası. Adımcan Ahmet, İpek yolu sadası, Ömercan Kasım, kuş avazlar zeynası, Bincalı, İpek yolu sadası. Bu Meryem Memtimen, Abdüsalam Abdurrahim, Kadim ipek Sahneye çıkmakçı olan mahirimiz 2464. mahir. Salam dostlar, yaxşımısınızlar? Men bu qitimqi 8-ci qarar Narat İpek Yolu Sadası programmasının mahiri Abdukim Turdi bo'laman. Mening bu qitimqi musobaqaga qatnashishga maqsadim bo'lsa, o'zimning naqsh etish jihatdagi alayidligimni bir joriy qildirib beqish maqsadida bu qitimqi musobaqaga keldim. Bu qitimqi musobaqaga men Xotan xalq naqshlaridan birini tayyorlab elib keldim. Oxirida birga musobaqaga qatnashgan barcha do'stlarning musobaqasiga utuqlik tilayman. Hemimizden gayret kılaylı. Men yıraktın, ayan küdüm, yarimini vay küdüm kine. Bu kuyek yargağıç taştı, yarım bunu bildim ki bu köye yargıç taştı, yarım bunu bildim ki. Gül nigar haydaklayay işkindi men ravat çalar. Karlıgaç kuşsan uç, kuşsan beni yeniyem bırak uç. Karlıgaç kuşsan uç, kuşsan benim var yeniyem bırak uç. Kanatıyla bir xat asayay algaç berip yarim tutup
anlatayım Sen asal Algaç bilir Yanim uç. Gül nigar Kayda oklayay Şimdi men Ravat çalay Vay kız diken Ken karlı gavcay Yaz bulsun var Kelmeydi gavya Vay kız diken Ken karlı gavcay Yaz bulsun ay Kelmeydi gavye Işkıda Dersem bu canı Yarın ecel Bilmeydi Işkıda Dersem bu canı Yarın ecel Bilmeydi Gül nigar Kayda oklayay Şimdi men Ravat çalay Gül nigar Hayda oklayay Şimdi men Ravat çalay Şimdi men Ravat çalay Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirketi Narat Sapsüti mahirlarının utuq qazanışını ümid qılıdı. Adaş etkençe yaxşı göremse. Yaxşı görmezsen-çi? Oo, işmisem turanmayım etkençe. Davulculuk degen zade etkençe işimiz. Amal yok adaş. Biz şu etkençiğimizden Narat'ın sap sütleri ile işçi vattımız. Hani bunu sana mı tavsiye kılım? Salam barcha ustozlar. Men Abdukim Tur dedin hemmalarga. O'tliq salomlar bo'lsin. O'zim Aqto'y naisidan xizmat munosabatlarini hozir Xotanning Qarqash naisida aşağıda turayotqali 7-8 yil bo'lib qoldi. Bu naqsh shunda chiroyli aytdingiz. Buni o'zgarishi bir xilka, lekin naqshini bek hissiyotliq yaxshi o'rindadingiz. Da egiz naqshlarga payzangiz borda? Ba. Ovozining o'rni qarg'andigo bada qildi. Endi mendan boshqa tanlaydigan ustozingiz yo'q, hamda qaytib kelsangiz bo'ldi yedimga. Sizni deblam kelgan. Buning pauzi Gulsaydxonga o'xshashgina. Xotan Chirnaysning tag'inaqsi ekan to'q. Lekin naqsha o'xshamaydi ekan. Pauzi hamda pauzini shunda ag'a o'xshamamdi shuna qaraganda o'zi. Yo'q, bu endi men bu Xotanda yashayotgan 7-8 yil bo'ldi emasmi? Mening kasbim muzik ma'rifda
o'qib pashani muzika o'qitishlik xizmati bilan shug'ullanaman. Meningki mavuz qilishimda hamda shu da dang 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 demiş pavuz xotenning yerlik naqshlarining bir xosligi ekan. Xuddi bizning atishning naqshlarining dang 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 mangandek xotenningki ko'pincha naqshlarining bir xosligi ekan bu. To'g'ri. Bu şu qo'ychi ravabninki tabiiy tuzilishining o'zi ham tarang sirg'anda chiqadigan ovozning o'zi shu tatang shu ovozning o'zi shuchu. Belkim shuni bilan munosabatlashib mumkin. Kelim. Bo'ldi. Tanga yetaklashib tang bağımız. Rahmat ustoz. Bütün vücudunuz bilan o'rindab berdingiz. Hissiyatı gap yo'q. Shunda chiroyli. Rahmat. Odatda işte bir bo'lak qayta takrorlangan naqshlarniki qurilmasida beshidagi mushu 3 palampaga tangsa deb buni 3 palampaga ayirib turib qilsa texmo gavdlik chiqadi. Masalan, ang beshini bo'sh ovozda. O'tirni biza o ko'krak ovozini qaytib oxiriga kelganda rasmiy o'zingizni qo'yib turib mana 3 xil hissiyatda etsangiz bek chiroyli chiqadi. Bo'ldi. 3 xil palampay. Bu naqshlarning ulgisi bor. Rahmat ustoz. Men shu munosabat bilan birinchi bo'lib shu meni beqib cho'ng qilgan ota-onamga bir cho'nqir rahmatimni bildiraman. Bugungi mening tanlashim Narat Ömercan Alim ustoz ko'rsatdi. İpek yolun sadası, sürgünün yok şivrası, kuş havazla seynası, İpek yolun sadası. Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirketi Narat Sapsiti mahirlarning utuq qazanishini umid qiladi.
位老师好，也欢迎你给我们带来这么美妙的来自草原的这首美丽的歌。在我心中，像这样的歌是属于那种净化心灵，也是很治愈的一个歌，一首歌。我希望我们的舞台也应该拥有更多的像这样的歌，因为每一个风格都有它的独特之处，对吧，老师？所以你的声音就像特别就是溪水一样，就是清晨一样的那种感觉，很治愈，很治愈。谢谢老师，谢谢。我希望你以后的未来的日子，更大的世界级的更大的舞台上闪烁，就像天空的一颗星星一样闪烁，把我们的中国的这个民族文化和民族民歌展现在全世界。谢谢。可以了，谢谢阿老师，谢谢。我是蒙古族歌手吴卡卡，非常的高兴再次来到我们的丝绸之路之声，这是我们新疆儿女们各族儿女们唱歌的王牌节目，每年都办，每年都涌现出非常非常多的优秀的歌手，在这么华丽的舞台上，这么漂亮的音响，然后我们去唱，我觉得我们每个人都非常的幸福。我们要继续唱，歌唱家乡，歌唱我们的美好生活。希望我们所有的选手都能取得好的成绩，我非常的高兴。谢谢，也谢谢你。谢谢各位老师，谢谢。欢迎吴卡卡老师，今天真美。谢谢。谢谢美丽的主持人。到舞台中间。很荣幸能在第8季纳热特丝绸之路之声栏目的舞台再次与您相见。我借此机会替我们第8季丝绸之路之声栏目所有导师以及我们观众朋友和我们的工作人员向您表示最衷心的感谢，感谢您的支持，感谢您对我们每一季丝绸之路之声栏目的支持，祝您身体健康，万事如意。谢谢老师。必须的，一定要支持，一定要支持，谢谢大家，谢谢。Narat, her ailege söygü tarat. Teklif kılmak olan mayırımız 2627. mayırını teklif kılaylı. Yaxshimisilar, ekran oldi ko'rman do'stlar. Men osmondan to'pi yaxshimi, zimmidan qoshtash chiqadigan aziz Doniyud, xotini viloyatning Qo'rg'on nahiyasidan keldim. Ismim Shizat Akbar. Xur sezmesmen özemni paqir Gülelmeymen içilip birre Tünlerdimu çekimen hasret Sen bulmasan bulmaydı bana Tünlerdimu çekimen hasret Sen bulmasan bulmaydı bana
Kecha bo'lsa uxlay olmayman yoki seni unutolmayman sensiz yalğız yaşayolmayman sen bo'lmasang bo'lmaydi bana sensiz yalğız yaşayolmayman sen bo'lmasang bo'lmaydi bana Kıldı takdir peslani juda Körüşlerimiz tanamam bolsa Körüşçe meni unutma Sen bulmasan bulmaydı bana Kıldı takdir bizleni juda Körüşlerimiz tanamam bolsa Körüşçe meni unutma Sen bulmasan bulmaydı bana Görüşte beni unutma Sen bulmasan bulmaydı bana Görüşte beni unutma Sen bulmasan bulmaydı bana Sen bulmasan bulmaydı bana Sen bulmasan bulmaydı bulmaydı bana Birinci derecelilik mukofotga erishgan Mahir Xinjiang Nara Sütçülük Çeklik Mas'uliyet şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Adaş, qanday var, yaxshimi? Nima? Nega mangamiz adashmi shu Naratning subsidiyalardan elib o'rganmoqdim va. Ya, men shu mana ayolim ma bildirgan tamlikni yaxshi ko'rdi. Cho'nglar ma subsidiyani yaxshi ko'rdi. Shunishlarni elib mangdim adashmayman. Adash, uni so'manglar shu bizning cho'nglarmi ko'nib oldi-da hozir. Yaxshi ishlab demasman. Deganda qopaplam ishimiz deb uyg'otdi odamni. Payza. Salam ustozlar, salam tomoshabinlar, ekran oldi ko'rgan do'stlar. Men Xotan viloyatining Qarqash nayasidan keldim. İsmim Shirzat Akbar. Hozirgi qilgan xizmatim bo'lsa, Qarqash nayalik san'at o'makining naqshchilik vazifasini o'tayapman. Rahmat. Ha, san'at o'makda kasbiy naqshchi. Kasbiy naqshchi. Yaxshi. Ma naqshni unda aytdingiz, lekin charchash bor azraqa. Ya, o'diqish bormi? Bo'ldi ukam. Tartishadigan yeringiz yo'q. Meningmi tartishadigan yerim yo'q. O'zimni qishingiz bor endi o'zi. Qani, bir ikki qiz gaplaringni qilib olib ukam. O'ltag'an barliq ustozlar mening ko'nglimdagi eng hurmatli ustozlar. Mushu fursat bilan men oldi bilan mushu meni qo'llab, quvvatlab mushu sahnaga chiqishimga yordam bergan, hozirgacha meni qo'llab kelayotgan onam bilan dadamga chin ko'nglimdan rahmatim bersin. Onun keyindan
Bugün bu programmaga yine meni qo'llab, tomoshabinlar sifatida o'tirayotgan mening qarindoshlarimga rahmatimni bildirib olgan bo'lsam, rahmat sizlarga. Mening eng aq tanlashim Narat Ömerci Alam Ustas. İpek yolu sadası, suyunun yok çiğdası, kuş havasla seydası, ipek yolu sadası. Sakinaga taklif qilmoqchi bo'lgan mayirimiz 2831-mayirni qizg'in alqish bilan taklif qilaylik. Salam ikrardagi ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? Men 8-qarar Narat İpek Yolu Sadasi programmasining o'quvchisi Ilminur. Bu qatam İpek Yolu Sadasi qatnashishiga maqsadim bo'lsa, ustozlardan ko'plagan ta'limlarni ilish hamda o'zimning ixtiyorimni istab beqish uchun keldim. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you like to me to go over everything. They says the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Doesn't tell you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out at that time where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So how long from the other side? I must have gone 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. How long from the outside? I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tell you apart anymore. Ooh, anymore. Ooh, anymore. Ooh, anymore. How long from the outside?
Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirketi Narat sap sütü mahirlarının utuq qazanışını ümid qılıdı. Acayip kelmedir bu. Burada fakat vakti göz karşıma ihtiyacım var da. Adaş onu bir demigen köydüğüm sütüne. Narat'ın sap sütleri. Bunu amma yoxlayımız dep izdep koydum ki bazarları şunda ot qatti tapamadım. Bunu soğuk salamlar bek muvaffak dedi. Ben bunu da bir ne koysam bol kadar. Sen bana ilgi aldım adaş. Bunu ilgi aldım adaş. Şiram da. Bana adaş. Yaxshi sizlar hurmatli ustozlarim. Rahmedan ko'rman do'stlar. Men ismim Ilminur Xotaydan keldim. Hozir sana shu yerninki zamoniy naqsh kasbida o'qiyapman. 21 yosh ko'rdim. Rahmat. Ömerci aka Ilminur 7. sanada mening gruppam dedi. Lekin u vaqt kelgan vaqtida manchilik mahorat manchilik emasdi. Hozir 1 yil mashq qilib shunda ravus o'jib o'sib ketdi mahoratingiz. 1 yil mashq qilgandan keyin mana bu yana farqi boshqacha. G'ayratingizga barakalloh. Aqida bilan tushgan qiz shumi? Aqida bilan gurgurni aytgan qiz shu. O chaqda shundoq to'tinib, qo'rinib aytgan tesingladimi? Ha, rahmat qizim, shunda yaxshi o'rindadingiz. Onun ustiga ovozdimi, kuchmi borki, bir xil jonliq. Kelar yil nima bo'lib ketasiz hamda. Kelar yil ay muqamning muqaddimasi qilib. Bu qiz jiq mashq qildi. Ingliz naqshni duttachilib o'qiymiz. Bu hech kim qilmagan ishni-chu. Hech kim qilmagan ishni. İngilizce mesela davlat tilidagi naqshlarni dutta bilan, bada ganchanglarni qilsak bo'ldi. Mening zodi xalq naqsh suygan kun batdi. Yaxshi. Unda men sizni qo'sh pisliq tarbiyalayman. Fikringiz ota-onangizga rahmatingizni aytib bilib, ondan keyin men tanlab etib yenib so'z bo'ldi. Aldı bilan meni izchil qo'llab quvvatlab kelayotgan ota-onamga rahmat. Adliya malimga rahmat. Oldin qilsin nurg'un bilimlarni o'rgandim men, rostla. Shu bugungi men bu. Unda deyman. Siz o'zingiz tirishchansiz. Sizda bor narsalarni men faqat naq askartib qo'ygan yerim bor. Amaliyotda o'zingizni shundoq bir tirishchanlik bor. Men bugun sizni mush sahnada ko'rib g'ayratingizga barakalloh dedim. Men shundoq ilgirlab siz shunda xush bo'ldim sizning qanchalik ilgirlab ketganingizni. O'zingizni tig'imi qo'yib turib, mushunchalik gapmi qilamagansiz Alloh demaysiz bormi? Hozir mana o'zingizni qo'yib turishni o'rganibsiz, erkin ozodlikni o'rganibsiz. Nimaga yaxshi. Hamda ustoz Ömerji akamiz bilan yangi bir xo'xoniya chiqasangiz. O'tishday. O kanxoni. Rahmat. Mening eng og'riq tanlashim Ömerjalim ustoz. İpek yolun sadası, suyunun yok şivrası, kuş havasla seynası. Hozir sahnaga chiqmoqchi bo'lgan mayirimiz 386 nomerlik mayir. Muborak bo'lsin. Selam dostlar. Ben 8. karar Narat İpek Yolu Sadası programımızdaki Mayri Merdan Rüstem bo'lman. Mening bu qitimki endi mushu programga qatnashishimga maqsadim bo'lsa, o'zim mushu san'atdagi bo'lgan alaylikni bir joriy qildirib baqay deb keldim. Shu munosabat bilan mushu İpek Yolu Sadası programmasidagi ustozlarniki menga yaxshi taklif fikr berishni ko'nglimda umid qilaman. Bir natuvan beg'ubar edi, berolmadim afsus mehrimni. Turmush uchun tirsangmi sen, bilmabdiman issiq qadringni. Turmuş üçün tirsan bu sen, bilmabdiman isi qadrini.
chin aqida xisletim bilen hoş eyledim ata anamni ana buldum çektim köp çapa perviş kıldın o mahbalamni ana buldum çektim köp çapa perviş kıldın o mahbalamni bir tümen ko'nglinga azab ko'yinsangmi bo'ptiman bezab ko'yinsangmi bo'ptiman bezab bilib turib sening mehringni Aksugundum tinip inan ya bilib turib sening mehringni aksugundum tinip inan ya Kechir meni, kechir canani Abu Suray sendin ayali Abu Suray sendin ayali Ailemni, baxtimni güllaş Bulsun emdi mengü nişani Ailemni, baxtimni güllaş Bulsun emdi mengü nişani Bulsun emdi mengü nişani Birinci dereceli mukofotga erishgan Mahir Şinjan Nara Sütçülük Çeklik Mas'uliyet Şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Narat. Her ailege söygü tarat. Buldu apa buldu. Acaba ya şuraya kalın mamam da kayık adaş. Şu apam süt ekirdigen şagi mangdım dükkanға. Şagi mangdım dükkanға sütü düştüm bana. Narat'ın sap sütü var. Doğulağı maskildi. Pek beyze tabi. Baba ballağa ben uçuyor. Ne utamlık? Mango utamlığı ba. Ben sen şunun kalıplar vermem müstakil pe. He buldu adaş. Makul rahmet azlagi. Mangaylayım sen. Salam ustozlar, rahmaydandagi ko'rurman tomoshabinlar, ekran oldidagi tomoshabinlarga shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men G'uljadan kelgan Mahir Mardan Rustam bo'laman. Manda de. Endi naqshini yaman emas o'rindading. Onasi gellaring quribdi deb naqsh etqishim his qildim. Og'zim bek qurib. Og'zim qurib ketdi. Shuni ola to'g'ri tushunishga bo'ldi. Endi
Meningden başka tallaş okuğun yok. Hem de bir iki kız gipini gelip yenip kelsen oldu. Zonsa ijadiyetim bu. Bunu 2016 yılı tekstini şu Golşehir'deki işlevatkan ağaynam Dilşat Şöhret Yizbegen şiirsini, müzikasini bizim şu Golşehir'deki danlık müzikantımız Nurzat Sattar akımız işlepeyen. Alaytem şu programı tayyorlik qilib akaga naqshganda. To'g'ri. Teksim bek chiroylikan buningki. Hamda masalan shu bir ta'sirlantirish kuchi bo'lmasa Ömercan Kamma herkes öğrilmeydi şu. Mayırlarına şundaq sizga o'xshash yaxshi kayfiyatda, yaxshi bir pozitsiyada bo'lishni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Narat üstüden bir qap içip etken bolsunuzga avazınız kurmaydı gelemez. Lekin peyz oldu. Rahmat. Eşqisi yok. Odu qışığını közde tutup durup ben es qildim-go bir yerleri bayanı deb. Rahmat. Mushu sahna orqali meni mushu yaqindan mushu Yepak Yo'l Sadasi programmasiga qatnashishimga mushu menga madad bergan, urug' chiqqan alaqalarim shularga rahmatimni bildiraman. Ota-onamga rahmatimni bildiraman. Shundan bilan birga abayam qilman degandek mushu muzikam, mushu naqshamniki tekstini, muzikasini ishlab bergan Dilshod Shuhrat ag'inam bilan Nurzat Sattar akamga cho'nqir rahmatimni bildiraman. Mening oxirgi tanishim Narat Ömercan Alim gruppasi. İpek yolun sadası, suyunu yok şidrası, kuş havasla seynası. İpek yolun sadası, İpek yolun sadası, suyunu yok şidrası. Narat Ömercan Alim Ustaz gruppasidagi mayırlarning soni to'shdi. Tanlangan mayırlar Ehson Ablat, Gülzar Ömer, Mahmud Abdug'ofur, İlyar Abdusalam, Ilzat Abdusalam, Erpan Ömercan, Subat Kerem, Mahmud Mehmet, Ablikim Turdek, Sherzat Ekber, İlminur Aziz, Merdan Rustem, Kadim İpek. Ekran aldiki aziz körümeler, naq maydandagi barliq hurmatli ustozlar, shundaqla barliq tomoshabinlar. Mana programmamizning hammamizning yurgin soldiradigan bosqichlari oxiriga yetib keldi. O bo'lsa-mu PK bosqichi. Bu bosqichda qandaq bo'ldi degan chaqda hozir 5 guruh ustozlarning hammasining mayır soni 12 ga yetdi. Yana o'xshashlar ustozlar orqa qarab o'tirdi. Endi chiqmoqchi bo'lgan mayırlarga o'zining mayligini bildirsa bo'ldi. Lekin agar tanlanib qolgan shu mayır bo'lib qolsa, shu tanlagan ustozning gruppasidagi xohlagan mayırni tanlab raqobat kuchisi bo'ladi. 30 sekund vaqt berildi. Chingchang hisobda musiksiz holatda naqsh etadi. Ustozlar o'zining vaqtiga qarab to'xtatsa tamoman bo'ladi. Şu grupidagi ustoz xohlagan ikki mahirdan birini tanlagandan keyin tanlangan mahir shu gruppining muqim a'zosi bo'ladi. Boshqa mahirlar u mahir bilan PKga tushanmaydi. Shallangan mahir musobaqadan bevosita shallanadi. Xo'sh, undaq bo'lsa, hurmatli ustozlarimiz, shundaqla mayirlar, tayyorlig'inglar bitdimi? Undaq bo'lsa, bizning ko'zimiz sizlarda. Sizlarga omad yor bo'lsin. 8-qarar Narat Yepak Yo'l Sadasi programmamiz davomlasin. İpek yolun sadası, suyunu yok şidrası.
sadası Kuş avazlar seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok şigrası Kuş avazlar seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok şigrası Avazlar seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok şigrası Kuş avazlar seynası İpek yolu sadası Qadim ipek yolida jaranglaydi qo'ng'uroq ketarkan danaga kuy naqshimiz bakir